Salam bütün dünyadaki qarindaşlar. Hammalarga salam. Ali ihtiram. Bugün o'zinglar bilasizlar qaysi xotira kuni. O'zinglar hamma esinglarda bor. Bugün 5 chisla 97-yili 2-ayning 5 kuni Xitoy tajovuzchilarining vatanimizning o'ljisida Uyg'ur xalqini qonli qirg'in qilgan kuni. Qarindoshlar, bizning shunday xotir qiladigan davomli umrimizda ma kuni qirg'an, a kuni qirg'an, oni qirg'an deb xotirlab o'tib ketamdiq. Lekin uni xotirlaymiz, cho'qim xotirlamasak bo'lmaydi. Chunki o eli vaqasidagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, elidagi yoshlarimiz, farzandlarimiz, onalar va bolalar vatanimizning ozodligi, erkinligi uchun o'zining issiq qonini to'kkan bir kun. Biz Barim vaqasi, 7-ayning 5-i Urumchi vaqasi, Xo'ta vaqasi, Qashqa vaqasi, Oqsuv vaqasi mushundaq. Ma 68-yillik mushu cho'ng 25 ming kishilik yoshlar namoyishidagi qirg'inchilik tutib etishlar mushu vaqalar hammasi biz eslaydigan, biz xotirlaydigan xalqimizning biz uchun bedel to'lagan kunlar. Biz bu kunlarda biz uchun qon to'kkan qarindoshlarimiz uchun motam tutamiz. Dunyoning hamma yerida eslaymiz, ularning oilasidan hol so'raymiz, oila tabobatlarini o'zini seg'inimiz, ular bosgan qadam izladın biz minib, biz ularning to'kkan qanini, to'kkan yeshini, ularning to'lagan bedelini herkes yerda qo'ymay biz davomlashtiramiz. Taki ashlar arzu qilib jon bergan bo'lsa, biz bu jon beradigan ish bo'lsa, jon, qon beradigan ish bo'lsa, qon, umr beradigan ish bo'lsa, umr, japa beradigan ish bo'lsa, japa, hammani bedelini to'lashga biz tayyor. Biz cho'qim vatanimiz ozod bo'lib, osh vatanning zimini mana hozir o'zinglar ko'rdinglar. Kanadaga 10 ming odamni qonun ma'qullab oladigan bo'ldi sargandarlardan. Nurg'un qarindoshlarimiz xo'sh bo'ldi. Umuman men bu kichkina xo'sh bo'ldim. Ozroq o'simi osh sargandar o'yilib, asli biz vatanga ketishimiz kerak. Vatanga uyaga yalvarmay, buyaga yalvarmay, biz mushu 10 minglig'an, 100 minglig'an odamimiz vatanga qaytish kerak. Biz shuni xo'sh bo'lishimiz kerak. Lekin vatan Xitoyning qo'lida. Bağa yerdə bizden adamlarımızı öldürüp, qarindoshlarimizni öldürüp, hazır lagerdan çıqqanlar, lagerdan çıkıplar, can üzüp, çıkıplar uzun qamay can üzüp. Bu işlerin hamısını soruşturduğumuz qarindoshlar. Muşunda bolup atqan boğaşqa, biz muşu halatda dünyanın hamma yerida muşu xotir kunlari, yani men sizlarga deb o'tdim, bir ko'shman qabul qilganga oz to'lib olsin biz xo'sh bo'ldik. Mana bugun qayg'urimiz, yig'laymiz, eslaymiz, ularning izida mangimiz. Baş kahramanlarının namini evlatlarımızı bugün tanıştırırız. Evlatlar aş kimler kandak ölgen. Bizden tarihimizde meyli Şinsi Sey devirde, meyli Gomindan devirde, meyli Manjuriya devirde aşımda kan töküp, bedel tölep, vatanını azad kılgan bayrak tikilgenlerini eslaymiz. Hem muş Xitay besip algan dikin Wang Jing işplasının devirde qarşı çıqqanlarını mı eslaymiz. Mana eli vaqasını, ben 2-ayning 5 kuni biz bütün dünyanın hamma yeridan eslab aşla qilgan kurashning davomini davomlashtiramiz. Eli vaqasi qanda qirdim. Men mush eli vaqasi bilan shu sababdan turmaga elinib, men o namoyishga qatnashmadim. Shu namoyishdagi o'ldirilgan, maxfiy tutgan, Urumchiga kelgan, yo'tkigan axborotni qo'lga tushirib, Amerika hükümetiyle biz şu Ramila Hanım bilen bağın kılcığa 6-cıslar. Muş kolgu düşügen materyalini tapşırmen de ben kolgu elini kal. Şuna bu günü ben olaydı esleymen ve başka küllerimi devamlı esleymen. Bugün bütün ilideki qarindoshlarga samimiy salam, bütün vatanimizdeki qarindoshlarga, Uyg'uristondagi
Şarkı Türkistan'daki barlık kırındaşlarga samimiy salam. Bugün hemimiz şu matem tutumuz muş gün için. Hem muş kırındaşlarımızdan, muş farzandlarımızdan, ukullarımızdan baskan izidin mağımız. Ular bizge özünün arzusunu koyup ketdi. Ular bizge özünün taleplerini koyup ketdi. Ular bizge özünün köz yeşini, jigısını, azap okubatlarını, kanda qiynap o'ltaganliklarini bizge ders kılıp koyup ketdi. Biz çokum şu yolunu davamlaştırırız. Hazır dünyanın hem yerinde, meyli Amerika'da olsun, Kanada'da olsun, Avustralya'da olsun, Türkiye'de olsun, dünyanın hem yerinde muşu gün için, muş gününü hatırlap, kozgulup, bularning qisasini dunyodan talab qilib, Allohga iltijo qilib, namoyishga chiqqan qarindoshlar namoyish qilyotdi. Hammasi harakat qilyotdi. Dunyoning hamma yerida namoyish etib berayotgan barliq inqilobchilarimiz, sabdoshlarimiz va mushu ilvaqa qirg'inchilikqa duch kelgan, turmularga tushgan qarindoshlarimizning avlodlariga samimiy salom, oliy ehtirom. Rahmat sizlarga.